Assalomu alaykum hurmatli obunachılar. Bugun ikimiz Raycenter Postkayning yanında şu görüp turgan domlarimizda 7-etajda 3 xonalı 93 metr kvadrat tayyor remontdan chiqqan kvartiramiz sotiladi. Bahosi 695 million so'm. Hozir ichan qismini ham ko'rib o'tamiz. Joyimiz ichan qismini ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirdik shunday prixoshga ko'rishingiz mumkin. Oyoqlarimiz kafel bo'lgan, devorlarimiz fonda, yarki fonda bo'lgan, ramkalar, bularimiz quyma. Tak bir tarafdan göremiz, ben tarafta sanuzelimiz, bir yerde zal, kuxnyasi, bir de yine bir xonasi bor. Xonasida 2 zal bir spalniy sezon bor. Lyustralari qo'yilgan, polni remontdan chiqib turibdi. Eshiklari ham oppoq yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Bu yerimiz sanuzel joyimiz. Mumtozlar qo'yilgan, osmon mumtozlar, rakovinasi, aristonlari, yanda dushovoy, ko'rishingiz mumkin. Yaxshisidan qo'yilgan, bir de sushilkalari zo'rdan qo'yib turibdi. Buralar qo'yilgan magnetli eshiklar, yanda zal, chetdan ramazonni. Oyoqlarimiz laminat pol. Devorlar fonda, bular emas quyma, patroqlar gipsokarton, lyustralari qo'yilgan, televizor zonalari zatilgan, razvedka joylari, antena joylari tashalib turibdi. Yanda konditsioner uchun ham tochkalar tashalgan. Batareyalarimiz bor. Oyna, boshqa aynasi. Ko'rishingiz mumkin. Bunda Raycenter bozor. Bu yo'limiz Shovot yo'l bo'ladi. Postkaydan o'tgan yerda o'zi. Restoran ham bahaybatini bo'lib ketib turadi. To'rtta razvedka joyi bor ekan o'zida. Tak, bu yerda spalnisi. Ko'rishingiz mumkin. Qur'atni to'xtagan, patoloqlar gipsokarton lyustralar qo'yilgan. Bunda spalniy komplekt ko'zingizda bo'ladi. Svobodniy sig'adi. Bunda ham balkonimiz, ochiq balkoni bor. Kafellar bosilgan. Bunda qurilish ketib yotibdi. Bedamiyan televizor tochkalari bor. Eshiklar, oppoq eshiklar qo'yilgan. Bu yerda kuxnyamiz. Ko'rishingiz mumkin. Oyoqlarimiz laminat pol. Fonda ramkalar tashalgan. Отоплениялari bor, teplый pol, ham batareya ham tashlab turibdilar. Gaz baklarni. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bu yerda ham ochiq balkon bor. Bu yerlar ham kafellar bosilgan. Bunda yana Shovot yo'l, bunda Berg Perkoska Postkayi. Ham o'zlar qo'ygan arkasi bor. Lokatsiya zo'r. 2 balkon bor ekan darsi. Farq qo'yilgan. Bu yerda yana bir xonasi bor. Xohlasangiz zal, xohlasangiz bir ulli spalniy deb qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Patoloqlar gipsokarton, lyustralar qo'yilgan, ramkalar tashalgan, razvedka joylari, 2 dan batareya ham ko'prik bo'llari qo'yib turibdi. Chokki. 7 etajli dom, 7-etaj. 3 xona, 93 metr kvadrat kvartiramiz sotiladi. Bahosi 695 million so'm. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelaverasizlar. Orientirimiz Raycenter bozor, Postkaydan yanida domimiz, yo'lning ustida, dom Shovot yo'lning ustida. China bozorining usti bo'ladi. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Telefon nomerini aytib o'tamiz: 99 946 76 66. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelib ko'raverasizlar.